إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ukkocha TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning 8-siga xush kelibsiz. Bugun sukunli nun va tanvinning iqlob qoidasi haqida gaplashamiz. Sukunli nun va tanvinda 4 ta qoida bor. Ularning bugun faqat bittasi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bilib olishimiz kerak, sukunli nun va tanvindagi qoidalar deyilganda, biron bir so'zning oxiri sukunli nunga yoki tanvin bilan to'xtagan bo'lsa, shunday so'zlar haqida aytiladi. Birinchi qoidamiz iqlob. Iqlob qoidasi bu, agar birinchi so'z sukunli nun yoki qaysidir bir tanvin bilan to'xtagan bo'lsa va undan keyingi so'zimiz ba harfi bilan boshlanadigan bo'lsa, bunda sukunli nunimizni mimga o'zgartirib talaffuz qilamiz. Qur'onda buni nunni ustiga mana bunday kichkina mim harfini qo'yib ko'rsatilgan bo'ladi. Buning talaffuzida lablarimiz bir-biriga juda ham yopiq bo'lmasligi kerak va havo burun qismidan, ya'ni nafas olish qismidan chiqishi kerak. Va siz ba harfini aytishga tayyor turgan bo'lishingiz kerak. Nunni o'rniga qo'yilgan mimni 2 harakatga cho'zib aytamiz. Misollarga qaraymiz. Mana bu oyatdagi birinchi so'z sukunli nun bilan tugayapti va ikkinchi so'zimiz ba bilan boshlanyapti. Aytgancha, iqlob qilayotganimizda mim g'unna bilan chiqadi, ya'ni dimog'dagi tovush bilan chiqadi. Hozir aytganimizdek, Qur'onda mana bunday mim bilan iqlob qoidasini belgilangan bo'ladi va endi bu oyatni o'qimoqchi bo'lsak, mana bunday o'qiladi. Faman baddala. Demak, mimni 2 harakatga cho'zib o'qidik va ozgina dimog'dagi tovush bilan o'qidik. Mimdan keyin ba harfini chiqarishga tayyor bo'lishimiz kerak, ya'ni ikkita so'zni orasini ochmasdan talaffuz qilamiz bir-biriga qo'shib. Keyingi misolimizda ham so'zimiz tanvin bilan tugayapti. Tanvinning oxiri albatta nun bo'ladi, ya'ni bu oyatni o'zini o'qiydigan bo'lsak, abadan bima deb yozilgan, lekin iqlob qoidasiga ko'ra buni mana bunday o'qiymiz. Abadan bima. Bu misolimizda ham mimni g'unna bilan, ya'ni dimog'dagi tovush bilan o'qiyapmiz va mimni 2 harakatga cho'zib, uning ketidan ba harfini tezda talaffuz qilyapmiz. Bir narsani eslatib o'tishim kerak. Mim harfi Qur'onda 2 xil ma'noda keladi, lekin ular ko'rinishi ham biroz boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun mana bu mimimiz iqlob qoidasini bildirmaydi. Bu shu oyatni mana shu joyda to'xtashingiz kerakligini bildiradi, lekin iqlob qoidasidagi mim bu boshqacharoq yoziladi. To'xtash belgilari haqida kelasi darslarimizda to'liqroq gaplashamiz. Iqlob haqida gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ukkocha TV bilan qoling.